Ertalabdan kim? Zitil salam nima qilib salamayimdi? Nima cho'g'i? Qanaqa jo'qayi? Men ismim Java. Ha, unda Java sal artefakt chaqirib keldi. Artefakt qani? What the fuck? Salom. Salom Java. Salom bro. Salom Java. What the fuck? Yeah. Nimaga? Hammaga salom obunachlar, sizlar bilan Java. Man, ya'ni Qoravoy. Nima desalar shu? Короче, mana qishlog'imga artefakt kelibdi. Qanday masalada kelgan ekan? Ko'ramiz ketdi, yuringlar ham. Men chaqiryapti dedi. Salom. Salom Java. Nima mashinani chekib oldingiz, bro? Ay, pullarmi? Ha, ol. Ular senga. Nimaga menga? Sen menga iltimos bitta uy qurib ber. Qanaqa uy? Qanaqa uy? Nabida yuradi. Yaxshi, unda men sizga qurib bermayman, olib beraman. Bu pullar hammasi menga? Ha, senga. Yuring unda. Siz shu короче, tilim sepdan chiqib ketdi. Unda men merdan uy so'rayman. Men qanaqa tuxum ekan, bro berdilar buni ham. Xo'p, hozir men merdan so'rayman, keyin men sizga uyni olib beraman. Kaltamangan. Ana moshina ham menga. Ha, senga hammasi. Rahmat o'zim ham bor. Merdan so'rayman. Okey. Good bo'lajak. Akarot. O'zim aytdi, yoniga bordim. Ha, akarot nima bo'lsa ham olib ekan. Akarot buzilgan bo'lsa ham buzilmayman. O'smayman bo'lsa ham yig'ishtirib kelaman. Mer yomon, mer. Salom mer. Salom mer. Qalaysan, Java? Yaxshi. Aytgancha bizning qishlog'imizga artefakt kelibdi. Mendan uy so'rayapti. Ana bu kompotning uyidagi uy bor-ku, kompotning uyini yonidagi uy. Ha. O'shani bersam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Rahmat. Shart emas. Deymanda men. Xo'p, mer. Ha, yaxshi. O'rmon borda, Java. Xo'p, bo'ldi. Aytgancha men unda uyni beray. Soliq qanchada? Oyiga $100. Aytgancha. Ha. Agar ot yig'ishtirib kelishmagan bo'lsa ham. Aytdim, xo'p. Tezlashaman. Xo'p. Olinishdi. Agar ot yig'ishtirib ko'rishimni zerikmasliklar uchun men bu hozir bu yerdan kesib tashlayman. Mana yarmini bo'ldim, lekin addushi charchadim-da. Okey. Yaxshi, sekin shunaqa yurib qilib. Okey, qilamiz. Mana hamma joyni yig'ishtirib oldim. Artefaktni ham qo'shib yig'ishtirdim, chunki menga shuncha pul berdi. Yaxshi, endi buni artefaktdan sovg'a so'rab, endi buni merga beramiz. Ko'p. Qani yuring. Yaxshi, mo'tash bo'lsin. Artefakt. Ha, Java. Uy yaxshimi? Ha, yaxshi ekan, tushunamina. Ana unda merga borib keling. Yaxshi. Men ketdim. Ketgancha agar yig'ishtirib qo'ydim. Rahmat. Agarot. Mana shu kalkulyatorni ko'rsatib qo'y. Qaranglar qani. Endi buni uzr, lekin nerdan uzrlayman. Mer. Java. Yig'ishtirib keldim, artefaktnikini ham qo'shdim. Lekin menkidan hech nima chiqmadi. Ha, mana, olib keling. Oling. Pul bermaysizmi? Undan ko'ra menga bularni ber, avval keyin beraman. Deysizda. Ha, shunaqa. Endi ol. Qancha? 1 stak. Okey.
stak ana bu pulni boru katta qanaqa olamiz. Ana 1 stak izmirut. Даже ana bu 1 stak dollarni 2 izmirutga ham to'g'ri kelmaydi. Shuncha kambag'al biz. Kambag'aldan boy bergan ketdi. U pulim mana to'liq artefakt mana bu qayerga keldi. Eskelib mayli sabun. Yo'qqa turibdi. Maviga ketdi. Mana bu pullarimni ham joyiga solib qo'ydim. Okey, endi nima qilsak ekan, ha? Televizor ko'ramiz, okey. Kompyuteringni ham zam yo'q, mayli. Nima? Yangidan ko'raylik-chi. Tamam, what the fuck? Bitta jiddiy xotini xiyonat qilgani uchun xotinini o'ldirib 10 yilga qamaldi. Mana shu birov bo'lsa kerak. Ha, mana shu birov ekan. Birov mayli endi qamoqqa yomon, lekin yomon bo'lib ketasiz. Okey, pullarimni mana bu yoqqa solib qo'ydim. Lekin buni hech kim aytmanglar. O'g'rilikka tushim bu. Mana o'zi pulim bankdagi pullardan ham ko'pda taji. Mashinani keltirib chiqqan. Talayim shu. Okey, mana yo'qol. Birov yo'qolgan uyga. Hop. Hayli artefaktni uyga yo'qotdim, ko'rayotgan şeyler. Endi mana birovga nima qilyapti? Birov nima qilyapsiz? Garaj qurilmani o'zini aytdingmi? Charchab ketdim, qarichilikda bolam. Hop. Uzr. Mashinani olib qo'yish kerak lekin. Buni ham chega narsa qilsa bo'ladimi? Keldim deyman, shahardan kelgan. Ay. Easy bro, easy. Jonkam. Maşallah. Lekin endi prava olish kerak. Mana pravam yo'q. Ama kim aşk ketib qo'ysam bo'ladimi? Ha, bo'ladi, o'zing joying ol. Xo'p. Xalaq qilmaydim deyman deydi. Aytgancha kommentariyaga birdan ungacha baho berildi. Xalqofimni qarab hech kim olmaydi chetdan. Ular. Ana men uylarimni yangi jihozladim, konsoliga qo'ydim. Fotosi keladi. Home degan yozuv kutib olasiz, qo'ymas. Televizor, yangi kompyuter oldim. Ana mazza qilib, yotsizlar bo'ladi kelib. Kesinglar, mehmon qilaman o'zim addushi. Ana nima kimni ko'rsatib, miyam ichini ko'rsatyaptimi? Uzr. Mana. Jumlayotgan ko'rsatgan ekan. Okey, mana brolar. Qale, yaxshimi? Hamza endi birinchi qaytib, ana svetni o'rnatdim yangi. Ana bu yerdan ham qo'yib tushirsa bo'ladi. Ana bu yerdan qirilanmaz ekan. O'ynab video o'tganimda mana işte ana bu yo'q turadi. Men bu yerdan yorug'likni ko'rib video olaman. Okey, masala bitta video taxli. Okey, montajni qilishim kerak. O'ynayni charchab uxlab qolman, hozir turdim mana bu yerda. Jiddiy uxlashga ketyapti. Mayli, biz ham uxlaymiz. Go, sog'lik. Kechasi bilan televizor ko'rdim, uxlamasdan charchab uxlab qoldim. Mana Assalomu alaykum. Yaxshi, tamam bo'ladi. O'shuncha mana bitta narsalar kelgan bo'lsa, men taxminimcha kelib yaxshi. Buni kutubxona qo'yish kerak ekan. Savol qolib. Juda qalaysan? Yaxshi, javob o'zingcha. Mashinamni aylantirib keling. Yo'q, hozir emas. Ertaga tug'ilgan kun bor edi. Yaxshi ko'rgan qizim tug'ilgan kun edi. Uylab borchi o'yan qizim. O'shanga o'zim aytib bo'lsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi, faqat bir stak bo'ladi. Xo'p, pul beraman. Yaxshi. Ana men o'zi pul ishlamayman mamlakatidan dollar deyman. Aytgancha bir stak izmirut qimmat bo'lib ketadi-yu bir stak dollarga. O'zim ham aytdim, nega bu ko'p pul so'rayapti deb. Jiddiy qalaysan? Yaxshi.
Mahşiştirgan o'ziga kiradi. Ana shu. Siz ko'rasizlar. Yigitlar qalasan. Yaxshi o'ziga yaxshi ishimni qilishim kerak. Mayli. Bo'ldi. Ovqat so'tdan nima? Ovqat so'tarkan bu. Ovqat so'tadi. O'tan ekanda. Men senga dollar bersam bilmaydim. Bo'ladi. Durgan qo'ymadan o'tsin. Shu kichik keladi. Yaxshi. Maqtagan. Kantanaga o'qib uyda qittidan bo'laman. Abitam bilaydi. Choy ichmadim hali. Choy ichaman. Videoni ko'rsatmayman. Ishtahalar chopib ketishi mumkin. Mana turbam oldim. Obunachilar. Endi artefaktni oldiga borib kelsak bir. Kompot uyda kim yashaykan? Bunga bronter. Yana bronter Ronaldo keladi beraveramiz ana. Bo'tda yana bloger bor ekan. Aka qalaysiz? Yaxshi. Qishlog'ingizga artefakt keldi-yu. Keldi. Siz pul bermaysizmi menga? Yo'q. Bermayman. Mayli bro. Lekin men bilan gaplashgandingizmi? Men bilan gaplashgandim. Okey. Artefakt bilan qo'shni bo'libsiz, tabriklayman. Rahmat. Ikkinchi YouTube'dan necha obunachisiz bor? Zayt palqi bor deb bo'lakay. Yo'q bo'lmaydi. 50 metr berdim. Okey. Bo'ldi. Shu ikkinchi ham bo'ladi. Bunachilar shunaqa yo'qmaydigan bo'lib qoldimmi? Masaga yoqaman kabi. Lekin yo'qsam sizlar kommentariyaga yoqasan deb yozib qo'yinglar. Artefakt turibdi, hali telefonda. Yuringlar. Artefakt. Jahl qilmang. Yaxshimi siz uy jihozlashga yordam kerak emasmi? Ertaga jihozlayman, boqolmas. Kompot uyda yangi bloger keldi. U senga pul bermadimi? Yo'q, bermadi. Qurum so'ygan. Yana so'kinib tashladi menga. Hozir 50 mingdan deydi, faqat obunatsini 100 ta obunatsiya yo'q. Xo'p. Endi bo'lmasa yana berib ketaman. Kelinglar, parkuristligimni sinayman men sizlarga. Davay kelinglar. Opa. Chiqamiz. Hop. Ya bismillah. Botdan boshqa chiqib olamiz. Ay! Nasıl okuldim? İyi oldu. Canım teşekkür. Yana bormata saklayınca bu. Ne işi yok çıkmış. Yaxshi. Sakragandan keyin videoni tugatamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha deyman. Parkur ismasmen. Video Deyman. Hamma obunachilar videoni shu yerda tugatamiz. Video qisqarib bo'lsa bitta like ayaysizlar. Obunaga sifatikasini qo'yib, bitta mush qo'yib like bosinglar. Okey, mayli.